Ayblanuvchi Abdulhaq Cho'ponni eshitamiz. Davlatni qo'riqlash vazifasida ekaningni ayting. Davlatni qulatish aybi bilan ayblanyapsan. Nima deysan? Tabiiy, janob sudya. Davlat deganingiz katta tashkilot. Qo'riqlaganni ham ichida yashiryapti, yiqitishga uringanni ham. Qara, bu aytganing ham jinoyat. Fikr jinoyatidan ko'p yotmayman, janob sudya. Umrim bo'yicha sira o'ylamadim. Doim buyruq oldim. Qanday, janob sudya? Men yetimxonada yotganimda menga bir qo'l uzatildi. Meni u yerdan chiqardi, katta qildi, tarbiyaladi. Dediki, sen bu davlatni farzandisan. Seni otang ham, onang ham davlat. Bu davlat deganingiz muqaddas borliq. Eng katta sharaf unga xizmat qilib, uni yo'lida o'lish. Men bunga iymon keltirdim. Iymonimni saqlash uchun doim boshliqlarimga itoat qildim. Bugun yagona boshlig'im sifatida taniganim Po'lat Alamdarni qo'riqlash, xato qilsa o'ldirish maqsadida davlat tomonidan yoniga joylashtirildim.